arxeologik qazishmalar natijasida topilgan insonning suyak qoldiqlari asosida u qanaqa rivojlangan, qanday kelib chiqqan degan g'oyani ko'tardi va bu sobiq Sovet respublikalarida juda ham portlashga sabab bo'ldi. Hatto mana bu hozirgi ish suratda Amir Temur qabri ochilgandan keyin Amir Temur bosh suyagini qayta tiklash jarayonidagi suratini ko'rib turibmiz. Va asosan demak Sovet ittifoqi mamlakatlarida antropologiya, bu jismoniy antropologiya, ya'ni insonning kelib chiqishi asosan o'zgarishlarni o'rganuvchi fan sifatida degan g'oya ko'tarildi va bu narsa bizni mamlakatimizda ham asosan rivojlandi va yaqinlargacha darsliklarimizda ham shu g'oya yetakchilik qilib kelgan. Endi keyingi suratlarda mana Mark Blochni ko'ryapmiz. Bu demak fransuz olimi 1927-yilda o'ziga xos bir g'oya bilan chiqdiki, tarixni tadqiq etishda insonning kelib chiqishida nima uchun biz faqat uni jismoniy antropologiyasiga e'tibor berishimiz kerak. Qaytaga yoki tarix deganda siyosiy voqealardan iborat bo'lgan demak tarixni tushunishimiz kerak. Qaytaga iqtisodiy, madaniy, ijtimoiy voqeliklardan iborat bo'lgan tarixni o'rganishimiz kerak degan g'oyani ilgari surdi va o'ziga xos bir maktabga asos solgan. Bu Analar maktabi nomi bilan juda ham mashhur.